Assalomu alaykum video dars tinglovchilar. Bugun sizlar bilan boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining mazmuni, tarbiya qonuniyatlari va tamoyillari haqida suhbatlashamiz. Bugungi rejamizda tarbiya jarayonining mohiyati va ahamiyati, tarbiyaning umumiy vazifalari, tarbiya jarayonining qonuniyatlari va tamoyillari. Tarbiya jarayonining mohiyati va ahamiyati shundan iboratki, tarbiya pedagogikadagi asosiy tushunchalardan biri sanaladi. Jamiyat va pedagogikaning tarixiy rivoji davomida mazkur kategoriyalarni tushuntirishga turlicha yondashuvlar yuzaga keldi. Eng avvalo yuqorida keng va tor ma'nodagi tarbiya farqlanadi. Keng ma'nodagi tarbiya shaxsga jamiyatning ta'sir etishi ijtimoiy hodisa sifatida qaraladi. Mazkur holatda tarbiya ijtimoiylashtirish bilan uyg'unlashadi. Tor ma'nodagi tarbiya deganda pedagogik jarayon sharoitida ta'lim maqsadini amalga oshirish uchun pedagog va tarbiyalanuvchilarning maxsus tashkil etilgan faoliyati tushuniladi. Ushbu holatda pedagoglarning tarbiyaviy faoliyati tarbiyaviy ishi deb ataladi. Tarbiya mazmuni deganda qo'yilgan maqsad va vazifalar bilan bog'liqlikda ta'lim oluvchilarning egallashi lozim bo'lgan bilim, malaka, e'tiqod, shaxs sifatida va xarakteri, xulq-atvori tizimi tushuniladi. Tarbiyaning maqsadi shundan iboratki, har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirish. Tarbiyaning umumiy vazifalari: jamiyat a'zolarining maqsadiga yo'naltirilgan rivojlanishi hamda ularning qator ehtiyojlarini qondirish uchun shart-sharoit yaratish. Jamiyat rivoji uchun zarur bo'lgan ijtimoiy madaniyatga mos yetarlicha hajmdagi inson kapitalini tayyorlash. Madaniyatlarni uzatib turish orqali ijtimoiy hayotning barqarorligini ta'minlash. Ma'lum jins, yoshi va ijtimoiy kasbiy guruhlarning qiziqishlarini hisobga olgan holda ijtimoiy munosabatlar doirasida jamiyat a'zolarining harakatini tartibga solish. Tarbiya jarayonining qonuniyatlari va tamoyillari: tarbiya jarayoni o'qituvchi va ta'lim oluvchilar o'rtasida tashkil etiluvchi hamda aniq maqsadga yo'naltirilgan hamkorlik jarayoni hisoblanadi. Tarbiya jarayonini o'ziga xos xususiyatlariga ega. Birinchi, maqsadga yo'naltirilganligi, ko'p qirralik jarayon, uzoq muddat davom etishi, uzluksizligi, yaxlitligi, variantivligi, natijalarni oldindan aniqlanmasligi, ikki tomonlamaligi. Tarbiya qonuniyatlari: bu bir tomondan ijtimoiy hodisa sifatida tarbiyaning xususiyatlari, ikkinchi tomondan shaxsning rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan barqaror aloqalar. Tarbiya jarayonining quyidagi qonuniyatlari mavjuddir. Ijtimoiy muhitning obyektiv va subyektiv omillariga bog'liqligi, tarbiya shaxsning rivojlanishi bilan birgaligi va o'zaro bog'liqligi, faoliyat va munosabatni e'tirof etish shaxsning ijtimoiy qimmatli va fazilatlarini shakllantirishning negizi va asosiy manbai hisoblanadi. Tarbiyalanuvchilarning o'zaro tarbiyaviy ta'siri, o'zaro munosabatlari hamda faol faoliyati o'rtasidagi bog'lanish. Tarbiya va o'zini o'zi tarbiyalashning intensivligi, tarbiyalanuvchining ichki olamiga ta'sir etishning intensivligi, tarbiyalanuvchilarda verbal va sensomotor jarayonlarning rivoj topishi, pedagogik ta'sirning hisobga olish. Tarbiya tamoyillari: bu tarbiyaviy ishlarning yo'nalishiga, mazmuniga, metodlari va tashkil etilishiga, tarbiya jarayonining ishtirokchilari orasidagi munosabatlarga qo'yiladigan asosiy talablar ifodalanadigan dastlabki qoidalardir.
Tarbiya jarayoni quyidagi tamoyillar asosida boshqarib boriladi. Birinchi, maqsadga qaratilganligi va g'oyaviy yo'nalganligi. Tarbiyaning insonparvarlashuvi. Tarbiyaning hayot, mehnat bilan bog'liqligi. Tarbiyaga yaxshi yondashuv. Jamoada tarbiyalash va jamoaga suyanib ish ko'rish. Shaxsga talabchanlik bilan hurmatini birga qo'shib olib borish. O'qituvchilar, jamoat tashkilotlari va oilaning talab hamda tarbiyaviy ta'sirlarining birligi. Tarbiyalanuvchining yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish. Tarbiya jarayonining tizimliligiga va uzluksizligi. Tarbiya turlarining umumiy tavsifi. Tarbiya turlari turli sohalarga ko'ra tasnif etiladi. Ko'proq umumlashgan tasnif o'zida aqliy, mehnat, jismoniy tarbiyani qamrab oladi. Ta'lim muassasalaridagi tarbiyaviy ishlarning turli yo'nalishlari bilan bog'liqlikda fuqarolik, siyosiy, baynalminallik, axloqiy, estetik, mehnat, jismoniy, huquqiy, ekologik, iqtisodiy tarbiyaga bo'linadi. Tarbiya va tarbiyalanuvchilar orasidagi munosabatlar uslubiga ko'ra avtoritar, demokratik, liberal, erkin tarbiya turli falsafiy konsepsiyalar bilan bog'liqlikda pragmatik, aksiologik, jamoaviy, individual tarbiya farqlanadi. Tarbiya jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega. Uning muhim xususiyati aniq maqsadga yo'naltirilganligidadir. Zamonaviy talqinda tarbiya jarayoni o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi tashkil etiluvchi hamda aniq maqsadga yo'naltirilgan samarali hamkorlik jarayoni demakdir. Zero tarbiya jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning faoliyatlari tashkil etiladi, boshqariladi va nazorat qilinadi. Tarbiya jarayoni ko'p qirrali jarayon bo'lib, ular tarbiya mohiyatini yoritishga xizmat qiluvchi ichki va tashqi omillar asosida tashkil etiladi. Tarbiya jarayonining tashkil etilishi va boshqarilishida nafaqat o'qituvchi faoliyati, balki o'quvchining yoshi va psixologik xususiyatlari, o'y-fikrlari, hayotiy qarashlari ham muhim o'rin tutadi. Tarbiya jarayonining yana bir xususiyatlari uning uzoq muddat davom etishidir. Tarbiya natijalari tez sur'atda yaqqol ko'zga tashlanmaydi. O'zida insoniyat sifatlarini namoyon eta olgan shaxsni tarbiyalab voyaga yetkazishda uzoq muddatli davr talab etadi. Maktab tarbiyasi shaxs ongi, dunyoqarashini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Tarbiya jarayonining yana bir muhim xususiyatlarida uning uzluksizligi sanaladi. Tarbiya jarayoni o'quvchilar va o'qituvchilarning birgalikda uzluksiz, tizimli harakatlari jarayoni hisoblanadi. O'quvchilarda ijobiy sifatlarni qaror toptirishda yagona maqsad sari yo'naltirilgan, bir-birini to'ldiruvchi, boyitib boruvchi, takomillashtiruvchi tarbiyani tashkil etish alohida ahamiyat kasb etadi. Tarbiya mazmunida oldinga qo'yilgan maqsad va vazifalarga muvofiq o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilishi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma, malakalar va shaxs xulq-atvori hamda sifatlarining mohiyatini aks ettiradi. Tarbiya muayyan ijtimoiy, iqtisodiy taraqqiyot, kishilik munosabatlarining mohiyati va darajasi, shuningdek, jamiyat mafkurasi, g'oyalaridan kelib chiqqan holda belgilanadi. Zamonaviy tarbiya mazmunida quyidagi g'oyalar yotadi. Zamonaviy pedagogik jarayonda tarbiyalanuvchiga aqliy, estetik, axloqiy, jismoniy, siyosiy, iqtisodiy, ekologik hamda diniy tarbiya olish lozimligi uqtirilishning
o'zigina ham samara beradi. O'quvchi uchun yuqoridagi nomlari qayd etilgan tarbiyaning nima uchun kerakligi, ularning insonga nima bera olishi masalalari qiziqarli rivojlangan xorijiy mamlakatlar tarbiya tizimida muammoning mana shu jihati birinchi o'ringa qo'yilmoqda. Yuqorida qayd etilgan g'oyalar asosida tashkil etilgan pedagogik jarayonda yetuk fuqaro, malakali mutaxassis hamda barkamol oila sohibi yoki sohibasini tarbiyalab voyaga yetkazish uchun xizmat qilishi lozim. Tarbiya qonuniyatlari va tamoyillari axloqqa doir bilimlar, jamoada odamlar xulqini tartibga soluvchi axloqiy tushunchalar, tamoyillar, talablar, qoidalardan iboratdir. Har bir kishining o'ziga xos ma'lum qonun qoidalari bo'lganidek, bola tarbiyasining ham o'ziga xos muhim qonun qoidalari borki, ularga amal qilish tarbiya ishining samarali bo'lishini ta'minlaydi. Makarenkoning tasnifida tarbiya metodlari guruhlari quyidagilarcha nomlanadi. Tushuntirishli, reproduktiv, muammoli vaziyatli, o'rgatish va mashq metodlari, rag'batlantirish, to'sqinlik qiluvchi, boshqarish, o'zini o'zi tarbiyalash. Tarbiyalanuvchilarga ta'sir etishi natijalariga ko'ra metodlarni ikki guruhga bo'lish mumkin. Birinchisi, axloqiy me'yorlar, motivlarni hosil qilishga, tasavvur, tushuncha, g'oyalarni shakllantirishga ta'sir etuvchi. Ikkinchi, xulq-atvorni u yoki bu turini aniqlaydigan odatlarni hosil qilishga ta'sir etuvchi. Metodlar tarbiyaning maqsad va mazmuniga bog'liq bo'ladi. Tarbiya metodlari barkamol shaxs fazilatlarini tarkib toptirishga qaratilgan bo'ladi. Shuning uchun tarbiyalanuvchilarning rivojlanganlik darajasini hisobga olish tarbiya metodlaridan samarali foydalanishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.